sizlar shunday mana shu yerlarda chiroyli to'tiqushlarni ko'rib qoldilaringiz. Lekin bularni siz boqib ololmayapsiz. Siz shuni mana bunday qilyapsiz. Urib tushmayapti. Lekin mana shularni olib keyin to'tiqushlar adashmasam yemaydi. Buni boshqa usullari ham bor. Agar bunaqalarni yemasa, tarvuzni olib maydalab olasiz va maydalaysiz. O'shandan keyin to'tiqushingiz mana bunday maydalab olamiz. To'tiqushga beramiz. Mana shunday qilib to'tiqushlarni boqib olsa ham bo'ladi. Mana bunday qilib uzoq vaqt o'tirgandan ko'ra shunday tezgina qilib berib tursa bo'ladi. Video ma'qul kelgan bo'lsa like va obuna esdan chiqmasin. Ciao, Macvino.